Ayol kishi faqat oila, faqat uy ishlari, faqat bolalar bu bizani butun umrimiz, hayotimiz bo'lishi kerak emas. Biz ham o'zimiz rivojlanishimiz kerak. O'zimizni ijtimoiy faoliyatimiz, o'zimizni hobbimiz, o'zimizni ishimiz bo'lishi kerak albatta. O'zingiz rivojlansangiz, o'zingiz uchun qiziq bo'lsangiz, o'zingizni yaxshi ko'rsangiz, siz atrofdagilaringizga ham qiziq bo'lasiz. Ular ham sizni hurmat qilib, yaxshi ko'rishni boshlashadi. Rus tilida gap bor. То, что мы отражаем, излучаем, то и возвращается к нам. O'zimiz neuverенный в себе, dangasa, uyda o'tirib, o'zimizga qaramasdan, sog'ligimizga qaramasdan, tashqi ko'rinishimizga, hidimizga, kiyimimizga xo'jayiningiz, turmush o'rtog'ingiz keldilar, siz kir qo'ynaydi, xomush yuz bilan bo'lsangiz, albatta sizni hech kim yaxshi ko'rmaydi, hech kim hurmat qilmaydi, hech kimga siz qiziq bo'lmaysiz. Siz oynaga qarab o'zingizga yoqsangiz, keyin turmush o'rtog'ingizga ham yoqasiz.